Prezidentimiz tashabbusi bilan aholining toza ichimlik suvi ta'minotini tubdan yaxshilash, buning uchun mavjud suv quvurlarini rekonstruksiya qilish, ichimlik suvi yetib bormagan qishloq va mahallalarga yangi quvurlar o'tkazib, yurtdoshlarimizning obi hayotga bo'lgan ehtiyojini to'liq qondirish davlatimiz belgilab olgan vazifalarning muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Buxoro viloyatida ham bu borada salmoqli ishlar amalga oshirilib, olis hududlar toza ichimlik suvi bilan ta'minlanmoqda. Muxbirimiz Madrahim Turdiyev Jondor tumani misolida mavzuni davom ettiradi. Buxoro viloyati Jondor tumanining olis mahallalarida ichimlik suvi masalasi eng katta muammolardan biri bo'lib kelgan. Prezidentimizning 2024-2026 yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan belgilangan dastur asosida ayrim mahallalar hududidagi suv ta'minoti yaxshilanishiga erishildi. Bugunda esa Osiyo infratuzilma investitsiyalar banki ishtirokida Buxoro viloyatining suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarini rivojlantirish va modernizatsiya qilish loyihasi. Bu ishlar ko'lamini nihoyatda kengaytirib, loyiha asosida tumanda ichimlik suvi ta'minoti masalasi to'liq hal qilinishiga erishilmoqda. 12 ta mahalla belgilangan bo'lib, shundan hozirgi kunda 9 tasida ish boshlangan. Qolgan mahallalarda ham yaqin kunlarda ish boshlanishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari loyiha bo'yicha 811 kilometr ichimlik suv tarmog'i tortilishi rejalashtirilgan bo'lib, shundan 62 kilometri magistral liniya hisoblanadi, ya'ni bu ta'minot liniyalari. Qolgan 749 kilometr esa mahallalar ichki tarmoqlari hisoblanadi. Mazkur ishlar birinchi navbatda eng olis mahallalardan boshlangani ham aholining cheksiz minnatdorchiligiga sabab bo'lyapti. Qishlog'imizda obodonlashishlar bilan birgalikda mana ichimlik suvni ham yetib kelganligi bizning aholini juda xursand qildi. Jondor tumanining eng chekka hududlaridan bo'lgan bizning Qaroliq fuqarolar yig'inimizdagi 3 ta qishloqqa filtrlangan suvni olib kelish ishlari yo'lga qo'yilganligi albatta davlatimizning rahbarining tashabbuslari bilan bo'lyapti. O'z davrida Zarafshon daryosi jondorliklar uchun asosiy suv manbai bo'lib kelgan, ammo hozirda vujudga kelgan ehtiyojni qoplash maqsadida 33,2 million dollarlik loyihada ishlar izchil olib borilmoqda. Unga yaqin yirik mahallalarda ham yangi suv tarqatish inshootlari qad rostlaydi. Ma'lumotlarga ko'ra, Buxoro viloyatida kelgusi 2 yilda 13 ta shahar va tumanlarning toza ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi 100% ga yetkaziladi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.